2025-yilda biznes qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu xatolarni qilmang. Shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, 25-yilda qilishingiz mumkin bo'lgan eng katta xatolarni oldini olgan bo'lasiz. Bugungi kunda juda ko'pchilikning xatosi marketingsiz biznes boshlab qo'yapti. Oldingi zamon tugab bo'ldi. Agar mahsulot ishlab chiqarsam, bozorga mahsulotni olib kelsam, Xitoydan, turli xil Turkiya davlatlaridan olib kelib, do'kon ochib sotaman degan davr tugab bo'ldi. Bozor o'rganmasdan, raqobatchilarni tahlil qilmasdan, ehtiyojni aniqlamasdan do'kon ochganingiz, mahsulot ishlab chiqarganingiz foyda bermay qo'ydi. Ya'ni agar siz marketingsiz biznes boshlaydigan bo'lsangiz, nima muammolarga duch kelasiz? Bergan reklamalaringiz ish bermaydi. Qancha blogerlarga pul sarflab u mahsulotni reklama qilsangiz ham bu sotilmaydigan holatga keladi. Yoki realga berasiz, reallaringiz ham ketmaydi. Skidka qilasiz, aksiyalar qilasiz, foydasi bo'lmaydi. Chunki siz marketingsiz ishni boshlagansiz. Bugungi kunda zamon o'zgardi. Marketing asriga kirib keldik. Chunki oldinga o'xshab bozor bo'm-bo'sh emas. Bu tomondan Xitoy, bu tomonda yana juda ko'p davlatlardan turli xil konkurentlar kirib kelyapti. Shu bilan birgalikda yaqinda yana Jahon xalqaro savdo tashkilotiga agarda O'zbekiston a'zo bo'lsa, bu yana ham jadallashadi, yana ham bu kuchayadi. O'shaning uchun ham bugungi kunda agar marketing tushunmasangiz, marketing mutaxassislari bilan maslahat qilmasdan, bozor o'rganmasdan, digital marketingga, onlayn bozorlarni tahlil qilmasdan boshlasangiz, bankrot bo'lishingiz aniq. Har qancha summa tiking, har qancha pullaringiz sizni saqlab qola olmaydi. Bu eng asosiylardan biri. Shu bilan birgalikda bugungi kunda yana eng katta xatolardan biri недофинансирование deydi. Ya'ni pul mablag'lar yetishmasdan turib biznes boshlamang. Oldingi zamonlarda biznes boshlasak 5 ming 10 ming tikib, qolganini yetkazib olamiz, qolganini to'plab amalga oshiramiz yoki foydani qayta-qaytadan tikib, yana tovar oborotdan oshiramiz degan fikrlar bor edi. Bu ishlarda foyda ko'proq bo'lardi, marja ko'p bo'lardi va siz kutgan natijani olishingiz mumkin edi. Endilikda bu ish bermaydi. Hozir agar biron bir loyiha ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, yangi biznes, yangi proyekt boshlamoqchi bo'lsangiz, oldindan hammasini hisob-kitob qilishingiz shart. Qancha xarajat bo'ladi? Zararsizlik nuqtangiz qachon? Qachon siz foydaga chiqasiz? Necha oy siz kompaniyani ushlab turishingiz kerak? Sizda qancha rezerv kapital bo'lishi kerak? Uni qayerdan shakllantirasiz? Investor sizga qancha muddatga investorskiy plechi deydi, ya'ni sizga yordam berish kerak. Bularni hammasini hisob-kitob qilib, ya'ni moliyaviy mablag' yetishmovchilik, kassiv razrif yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, albatta bu ham sizni uzoqqa bormasligingizga sabab bo'ladi. Juda ko'pchilik boshlaydi, bir gap bo'lar deydi, xuddi shunday bir gap bo'ladi keyin. Ya'ni to'xtashi, bankrot bo'lishi aniq. Oldingi davrlarda biznes boshlasangiz, keyin yo'l-yo'lakay uni eplab, seplab, bozor bo'sh bo'lganligi uchun, konkurentlar kam bo'lgani uchun, hali mahsulotlarga talab yuqori bo'lganligi uchun bu sxema ishlagan. Lekin bugungi davrda bu ishlamaydi. O'shaning uchun ham iloji boricha maksimal ravishda hisob-kitobingizni aniq qiling, moliyachilar bilan chuqur tahlil qiling va oldindan sizda pul mablag'ini shakllantiring. Juda ko'p shogirdlarimiz bilan ishlaganda mana shu narsani xatoliklarni ko'ryapmiz. Shu bilan birgalikda endilikda siz biznesmen darajasidan menejer darajasiga o'tishingiz kerak. 21-asr bu menejerlar asri. Siz biznesni boshlaganingizda, riskovat qilib mol olib kelganingizda, xizmat ko'rsatish boshlaganingizda, ofis ochganingizda yoki zavod qurganingizda sizni biznesmenligingiz tugaydi. Bugungi kunda muammo juda ko'p kompaniyalarda. Biznesmenlar juda ko'p, lekin menejerlar yetishmayapti, boshqaruvchilar yetishmayapti. Ya'ni boshqaruv bilimini bilmasdan turib biznesni boshlamang. Ya'ni siz riskovat qilib, pul tikib, pulingizni saqlab qolmoqchimisiz? Siz o'sha biznesingizda pulni sarflagan kuningiz biznesmendan menejerga o'tasiz. Lekin siz yaxshi menejer emassiz. Menejer kimdir? Bu pulni boshqarish biladigan, xodimlar boshqaruvni biladigan, mijozlarni boshqara oladigan, biznes protseslarni boshqara oladigan, tashkiliy tuzilmani tuza oladigan, ya'ni tovarlarni boshqara oladigan, strategiya qila oladigan uzoq muddatli va biznes model yarata oladigan
inson sifatida shakllanishingiz kerak. Ya'ni boshqaruvchi vazifasini bu boshqara olishingiz kerak. Mana shu jarayonlarni, mana shu proseslarni. Agar shuni tushunmasangiz, shuni bilmasangiz, hozirgi kunda o'z-o'zidan sizda turli xil qiyinchiliklarni duch kelishingiz aniq. Juda ko'p biznesmenlar yaxshi menejer bo'lmaganligi sababidan kompaniyasini yopilib ketishiga, kompaniyasini uzoqqa bormasligiga sabab bo'lyapti. Endi shu bilan birgalikda yana qaysi xatolarni qilmaslik kerak deydigan bo'lsangiz, mani maslahatim yangi biznes modelga o'tishga harakat qiling. Onlayn formatdagi va podpiska modeldagi, platforma formatdagi modellarni ko'proq egallashga, tushunishga harakat qiling. Chunki borgan sari bozorda offlayn onlaynga o'tib boryapti. Odamlar uyda o'tirib mahsulotni zakaz qiladigan, uyda o'tirib xarid qiladigan, ofisdan chiqmasdan, ishxonasidan chiqmasdan, bozorga bormasdan xaridlarni amalga oshiradigan formatga o'tib ketyapti. O'shaning uchun ham onlaynni o'rganing, onlaynda bo'ling va onlayn bilan hamohang bo'ling. Shundagina siz boshlang'ich etapda yangi platformalarni tashkil etib, boshlang'ich etapda o'z biznesingizni tushishingiz mumkin bo'ladi. Va IT bilan maksimal o'rtoqlashing, sun'iy intellekt bilan maksimal o'rtoqlashingiz kerak bo'ladi. Kim oldin aytardi, internet kim bo'lmasa, biznesda yo'q ekan, ya'ni kelajakda biznesda bo'lmaydi degan ko'p gaplarni eshitganmiz. Endilikda kim sun'iy intellekt tushunmasa, sun'iy intellekt bilan birgalikda hamkorlik qilmaydigan bo'lsa, undan foydalanmaydigan bo'lsa, uzoqqa borish qiyin. Ya'ni yangi asr keldi, yangi davr keldi, yangi sun'iy intellekt asr keldi. Siz har kuni o'sha sohadan bilmingizni oshirib borishingiz, shu sohani tushunishingiz va maksimal ravishda foydalanishga harakat qiling. Nimaga deganda, bu siz xarajatlaringizni kamaytirishga yordam beradi. O'nlab xodimlar bilan qiladigan ishlarni bitta sun'iy intellekt bilan bajarish imkoniyati bo'ladi. Chunki bugungi kunda eng katta sizdagi muammo xarajatlar ko'pligi bo'ladi. Siz hamma narsaga xarajat qilsangiz, foydangiz qolmaydi. Nimaga deysizmi? Chunki biznesda foyda nolga qarab tenglashib boradi. Har qanday biznes paydo bo'lgandan keyin uni foydasi nolga qarab pastga qarab intiladi. Chunki konkurentlar ko'payganda raqobatchilar nima qiladi? Albatta narx bilan ko'pchilik konkurensiya qiladi. Siz 100 so'mga sotayotgan narsangizni ular 90 so'mga sotadi. Siz albatta yana 85 so'mga tushirishingizga majbur bo'lasiz. O'shaning uchun ham foyda nolga tenglashib borayotgan joyda sizni qutqaradigan narsa xarajatlarni minimallashtirish bo'ladi. Xarajatlarni minimallashtirish yo'li bu yangi optimizatsiya qilish, avtomatizatsiya qilish, IT ga ko'proq yondashuv qilish va kam sonli odamlar bilan ko'p hajmli ishlarni bajara olishga o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu ham 21-asrning eng asosiy qilishingiz kerak bo'lgan omillardan biri hisoblanadi. Biznesni masshtablashtirmasangiz, bozorda asosiy qonun bor. Rivojlanmagan narsa torayadi, o'smagan narsa kichrayadi degan qoida bor. Shuning uchun ham bugungi kunda ikki xil bizneslar qoladi. Katta yirik bizneslar bo'ladi. Ikkinchi bizneslar o'sha katta bizneslarga xizmat ko'rsatuvchi bizneslar bo'ladi. Yo siz katta biznes bo'lishga harakat qilishingiz kerak, brend bo'lib, kompaniya bo'lib, strategiya qilib uzoq muddatli shunaqa gigantlardan biri bo'ling, katta akula bo'ling, yoki bo'lmasa o'sha akulalarga xizmat qiluvchi kichkina kompaniyalar bo'lib qolishingiz mumkin. Ya'ni o'rta kompaniyalar borgan sari kamayib boradi. O'shaning uchun ham agar siz bozorda qolmoqchi bo'lsangiz, hozirdan o'zingizni kattalashtirishdan oldin tizim yaratishga, tizimli biznes qilishga o'tishingiz kerak bo'ladi. Mana shu qadamlarni qilmaydigan bo'lsangiz, 25-yilda juda katta siz uchun xavf, biznesingiz uchun xatarlar paydo bo'lishligi kelib turibdi. O'shuning uchun ham mana shu muammolarga siz yechim topmoqchi bo'lsangiz, biznesingizni agar tizimli qilishini xohlasangiz, bizda albatta bunga yechim bor. Biz 1 yillik individual ustoz shogird formatida tizimlashtirgan biznes qilish, masshtablashtirish, biznesni xalqaro darajaga olib chiqish, brendlar yaratish bo'yicha bugungi kunda ustoz shogird formatida 1 yillik o'quv kursini tashkil qilganmiz. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta pastda havola qoldiramiz. Ushbu havola orqali batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.
Shu bilan birgalikda endilikda sizda eng katta xatolardan biri, yana agar aytadigan bo'lsa, strategiyasiz biznesni boshlamang. 3 ta narsani konkurentlaringiz sizdan nusxa ko'chira olmaydi, kopiya qila olmaydi. Ya'ni hozirgi kunda eng katta qiyinchilik, siz biron bir biznes boshlaysiz, darrov yangi raqobatchi paydo bo'ladi. Do'konchingiz, do'kon, sex ochsangiz, sex, magazin ochsangiz yoki biron bir mahsulot chiqarsangiz, darrov uni kopiyasi, darrov uni boshqachasi chiqib turadi. Siz qiynalib ketasiz, nima chiqarishni bilmay ketasiz. Lekin bilingki, 3 ta narsani hech qachon raqobatchi kopiya qila olmaydi. Birinchisi unikalniy biznes model, ya'ni betakror model, biznes modelni yarata olishingiz. Nima uchun hamma McDonald's bo'la olmaydi? Chunki uni biznes modelini hech kim takrorlay olmaydi. O'shaning uchun ham siz qanday qilib biznes model tuziladi, qanday qilib biznes model yaratiladi, u nimadan iborat va buni qadamlari nima bilan boshlanishini tushunishingiz va bilishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchisi, uzoq muddatli strategiyani hech qachon konkurentlar sizdan kopiya qila olmaydi. Sizni tashqi ko'rinishingiz bo'lishi mumkin, reklamani ko'rishingiz mumkin, mahsulotini ko'rishi mumkin, hamma narsangizni kopiya qilishi mumkin. Lekin sizni uzoq muddatli 5 yil, 10 yil, 30 yillik strategiyangizni kopiya qila olmaydi, nusxa ko'chira olmaydi. O'shaning uchun ham siz strateg bo'lishga harakat qiling. Taktik zamon tugab bo'ldi. Taktika bilan ishlaydigan, bugungi foydani o'ylab, faqat bugungi kunni o'ylaydigan tadbirkorlar zamoni tugab boryapti. Qaysi zamon kelyapti? Strateg zamon kelyapti. Agar siz uzoq muddatli strategiya bilan bugungi foydadan ko'ra kam foydani voz kechib, kelajakdagi katta foydani o'ylaydigan strategiya bilan shug'ullanadigan tadbirkor sarasiga kirmaydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa tipdagi tadbirkorlar sizni bozordan siqib chiqaradi, bozorni bo'shatib berishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ham bugungi kunda strategiya qila oladigan, strategiya nimadan boshlash kerak? Uni qadamlari nimadan bo'ladi? Qanday men strateg bo'laman? Strategik maqsadlar bilan oddiy maqsad nima bilan farq qilinadi? Bozorda egallash uchun, raqobatchilar bilan kurashish uchun qanaqa strategiya turlari bor? Katta kompaniyalar qanaqa strategiyadan foydalanadi bozorda saqlab qolish uchun, ulushini ko'paytirish uchun? Bu haqda bilimlaringizni shakllantirishingiz kerak. Mana shu bilimlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Faqat marketing qilganingiz bilan, faqat SMM yuritganingiz bilan, faqat moliyani yo'lga qo'yganingiz bilan, faqat sotuvlarni yo'lga qo'yganingiz bilan sizda hozir pulingiz bo'lishi mumkin. Hozir yashab turganingiz bo'lishi mumkin. Bu degani keyingi yil yoki 5 yil, 10 yildan keyin sizni borligingizni bu ta'minlamaydi. Biznesda 3 xil pul bor. Kechagi pullar bor, bu kassadagi pullaringiz. Bugungi pullar bor, bugungi pullar bu savdodagi pullar. Kelajakda ham pulni ta'minlaydigan narsa bu strategiya. Siz uzoq muddatli tuzgan strategiyangiz sizni kompaniyangizni kelajakdagi foydasi va kelajakdagi sizni yashab qolishingizga ta'sir etuvchi asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun siz albatta mana shu oddiy fikrlashdan, ya'ni kompaniyani o'zini doirasida fikrlashdan strategik fikrlashga, kichkina bozorni fikrlashdan jahon bozori doirasida fikrlashga o'tishingiz kerak bo'ladi. Juda ko'pchilik insonlar kompaniya doirasida o'ylaydi. Siz kompaniya doirasida o'ylagan sari siz juda ko'p kompaniyangizga ta'sir etuvchi tashqaridan keladigan faktorlarni, xavflarni ko'rmay qolasiz. Faqat ichkarida o'zingiz bilan o'zingiz qovurib yotasiz. O'shaning uchun ham juda ko'pchilik Xitoydan kelayotgan, Amerikada masalan prezident o'zgarganda uni joriy qilayotgan qonunchiliklari o'sha qanday meni biznesimga ta'sir qiladi, uni tahlil qilmaydi, o'rganmaydi. Natijada o'z-o'zidan biznesini orqaga ketishiga borib bu ham bankrot bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun aziz do'stlar, yuqoridagi mana shu xatoliklarni qiladigan bo'lsangiz yoki ushbu xatoliklarni oldini olish bo'yicha o'z ustida ishlaydigan bo'lsangiz, yo bozorda siz haqiqatdan saqlab qolasiz, o'z biznesingizni kengaytirishingiz mumkin, yoki biznesdan xayrlashishi payti keldi. Kommentariyada siz biznesingizda duch kelayotgan barcha muammolaringizni yozib boring. Biz keyingi videolarda albatta ushbu muammolarga yechim tarzida videolar tayyorlab boramiz.